Hörmətli Şərq Türkistanlı qarindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 5 noyabr günü elib verilgan Amerika prezidentlik sayılımının nəticəsi məlum bolğan. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 6 noyabr günü Donald Trump'ның Amerikanın 47. qatımlıq prezidentlik sayılımında qələbə qılğanlığını təbrikləb, axbarat elan qılıb, ictimai axbarat vasitələrində ortaqlaşdı. Təbriknamada mundaq deyildi. Şərq Türkistan və onun xalqıga vakalatan Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Prezident Donald Trump'ның Amerikanın 47. qatımlıq prezidentlik sayılımında qələbə qılğanlığını qızğın təbriklaydı. Sizning qalbingiz Amerika xalqining Amerikanın dünya sahnesidagi kuchi, bexatarligi va rahbarligini oldingi o'ringa qo'ygan rahbarga bergan va'dasini yana bir qatim isbotladi. 75 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoy Sharq Turkistonni qonunsiz egallab, xalqimizning mavjudligi va insoniyatning kelgusi uchun jang maydoniga aylantirdi. O'tgan 10 yilda bu rəhimsiz ishg'oliyat Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarni yo'qotish, xalqimizni, kulturimizni va kelgusimizni nobud qilish uchun maxsus tashkillangan irqiy qirg'inchilik yurgizish harakatiga aylandi. Bu vahshiylik tarixning eng qorong'u boblarini tasvirlaydi. Dunyoning qayta takrorlanmasin degan va'dasiga vafo qilib, jiddiy harakatga o'tishini talab qiladi. Bizning ko'rishimiz faqat erkinlik uchun qilayotgan kurashli bo'lmasdan, mavjudlikni saqlab qolishning dal o'zi. Xalqimizning kelgusini kapolatga ega qilishning birdan-bir yo'li bo'lgan egalik huquqliq mustaqilligimizni asli keltirish ko'rishidan iborat. Prezident Trump sizning tunji hukumatingiz Xitoyni javobgarlikka tortishda dadil tadbir qo'llanib, uning hokimiyatini Amerika va erkin dunyoga tahdid deb oshkorladi. Sharq Turkiston bilan hamkorlashish ham axloq majburiyati, ham strategik fursat. Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining ultishi bo'lgan Sharq Turkistonning mustaqilligi Beyjingning yer shariga nisbatan xirislarini buzg'unchilikqa uchirtdi. Turini ajizlashtirdi va dunyoni kontrolsiz Xitoy kengayishidan qo'g'daydi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni qo'llash Amerikaning bexatarligi, gullanishi va kuchiga kapolatlik qilish orqali Amerikani yangidan qudrat topqizish vazifangizga mos keladi. Erkin va mustaqil Sharq Turkiston texnik kuchlik Amerika va texnik tangpung bexatar dunyo degandan iborat bo'lg'achqa, bizning mustaqillik ko'rishimizni qo'llashingizni so'raymiz. Prezident Trump apandi Xitoyning kengayishini oxirlashtirib, o'rtaq qimmat qarashimizni qo'g'dab, 21-asrning erkin davlatlarga tava bo'lishiga kapolatlik qilish uchun hokimiyatingiz bilan birga ishlashga tayyormiz. Prezident Trumpni yana bir qatim tabriklaymiz. Rahbarlikning bu yangi bobi, yangi kuch va tasavvur elib kelib, Amerika va butkul insoniyatning texmo bexatar, texmo erkin, texmo gullangan kelgusiga kapolatlik qilgusi. Xitoy to'xtab qolgusi, Amerika yangidan qudrat topqusi dedi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi Dr. Məmtun Əli Əpəndimi barlıq Sharq Turkiston xalqiga vakalatan Donald Trump'ның qayta saylanğanlığını təbrikləb mundaq dedi. Mən Sharq Turkiston xalqi və Sharq Turkiston sürgündə hökumətiga vakalatan Donald Trump'ның 47. növbətlik prezident sayılımındakı tarixi qələbəsini təbriklayman. Bu Amerika və dünya üçün g'oyat zo'r ahamiyatga ega qaytib kelish. Men yana Sharq Turkiston uchunmi g'oyat zo'r ahamiyatga ega qaytib kelish bo'lib qolishini umid qilaman. Xitoy Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik prezident Trumpdan burungi davrda boshlandi. Baydenning hokimiyati mezgilida texmo nacharlashib davomlashmoqda. Prezident Trump rahbarligidagi hukumat bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatishda cho'nqur axloq mas'uliyati bor bo'lib, undaq qilolmaslik uning siyosiy merosida o'chmas iz qoldirdi. Amerikani qaytadan ulug' qilayli iborasi siyosiy retorik xitoblardan halqib ketdi. U Amerikaning davlat ichi va sirtidagi axloq yetakchisi rolini asliga keltirishdagi axloq majburiyatiga vakillik qiladigan bo'lib, dunyodagi erkinlik, izzat, hurmat va demokratiyani talab qilgan barliq xalqlarni qo'llaydi dedi. Dunyodagi eng chong kiyim-kechak ishlab chiqaruvchining biri Eskel guruhining mollari Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqali ishlab chiqarilganlikdan Amerikaga kirgizilishi cheklangan. Manba jurnali xabar to'rining 4 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Davlat bexatarlik ministrligi juma kuni Hong Kongga joylashgan SQL guruhi va uning qaramqidagi Guangdong SQL to'qimachilik cheklik shirkati, shundoqla Turpan SQL to'qimachilik cheklik shirkatining paxtini Sharq Turkistondan setib olganlikdan Uyg'urlarning majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha tizimlikka elish shartiga uyg'un shartga to'shlanganligiga ishonishga muvofiq sabab borligi o'ttirib qo'yilgan.
Davlat bexatarlik ishlari kotibi Aleksandr Mayorkas Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha o'rin tizimligini kengaytirish Amerika korxonalarining ta'minlash zanjirini texmi yaxshi baholashiga va ularning majburiy emgak ishlatishdan bevosita yoki vositalik foydaga erisholmasligiga kafolatlik qiladi degan va bu tarmoqning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini qattiq ijro qildiganligini, bu orqali kishilik huquqni erkin va adil bozorni qo'g'daydiganligi, shundaqla jinoyatchilarning mas'uliyatini surishta qildiganligini aytgan. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni 2022 yil yo'lga qo'yilgandan buyon tizimlikka taxminan 80 ism qo'shilgan. Davlat bexatarlik ministrligi bu qo'shimcha mulklarni aniqlash, Amerika importchilarini majburiy emgak alomatlarining ta'minlash zanjirini baholash va Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining ijro qilinishiga kafolatlik qilish uchun texim ko'p uchur bilan ta'minlaydi ekan. Nishonliq turlar, kiyim-kechak va to'qimachilikdan boshqa ximiyalik buyumlar, elektronlik mahsulotlar, sulyav, polisilikon, oila elektr saymonlar va dengiz mahsulotlarini o'z ichiga oladi ekan. Siyosat maslahatchisi, ko'p organliq majburiy emgak kuchlarini ijro qilish xizmat guruhining boshlig'i Robert Silvers, biz Amerikaning ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakni yo'qotishda murassa qilmaymiz. Bizning ijro qilish tirishchiligimiz natijalarni qo'lga keltiryotdi. Boshqaruvchilar bu harakatlantiruvchi kuchni ilgari surib, yer shariy ta'minlash zanjiridagi mas'uliyatni kuchaytirishni xohlaydi degan. Xato tushunchalar ag'dirib tashlanishi kerak. Bir millatning madaniyati, to'liqlanish yodnomlari asosliq bir qancha ana fikrga tayinadi. Har qanday bir millatning muassasalari, ideyalari, adabiyoti, san'ati ishqilib umuman shu millatning mavjudiyatini pokslab, yengilib turadigan jimi narsasi ana shu ana fikrlardan shohlanib chiqqandir. Bu xil fikrlar bo'lsa, naytimo zo'r fidokorliklarni, mushkulotlarni boshdan kechirishdan paydo bo'lgan bo'lib, paydo bo'lish bilan qat'iylik tusini olganidek, yo'qolishimi nayti ta'sirlikda jon talashqancha asta-asta bo'ladi. Bir talay fikir andizlar borki, qarasangiz tag asosi yo'q. Botillikqa to'lgan, ilg'or fikrli kishilar nazarda bu xil fikrlarning asli ma'lum. Lekin avom xalqda bo'lsa, bu fikrlar eng quvvatli, nupuzli bir shaklda ta'sirini davom qilishdan to'xtamaydi. Chunki avomning ro'yiga uyg'un kelgan bu fikrlar yillardan va asrlardan beri to'plashib qolgan irsiy yig'indilardir. Xalqning zihniga yangi bir narsani qo'shish qancha qiyin bo'lsa, ularning zihniga o'rnashib qolgan bir ideyani tozalab chiqarishmi shuncha qiyin, hatto uningdanmi bak mushkul. Avam xalq degan doim o'zlarining kallasi yetgan narsaning agashkuchisi. Har narsani o'z orzusiga, o'z zihniyatiga mos kelgan bo'lishni xohlaydi. Na faqat fikrga, balki his tuyg'usiga udul kelmagan, zo'qiga tushmagan ochiq haqiqatlarga cho'nqur nafrat tuyg'usi bilan qarab oladi. Bu xil tuyg'u amaliyotda avomda yiltiz tortib ketgan bir qator yangi qanoat keltirishlarning mevasidir. Yillar o'tgan sari bu xil qanoat keltirishlar, qoyillik bildirib taslim bo'lishlar, üstülab dastilnib, bix urib, shohlanib, mangancha yiltiziga qadar o'rnab ketadi va kuni kelib bu yig'indalar jamiyatga kasal yoyg'uchi mikrob o'visiga aylandi. Shunglashqa bu xil yig'indalarning mikrob o'villarining tozalanishi, fikr ideyalarning, vijdon qalblarning jiddiy ravishda dezinfeksiya qilinishi lozim. Buning uchun ochiq haqiqatlarni tortinmasdan dadil o'tirg'a tashlash, suvandozlikqa tayangan qanoatlarni chiritib tashlash zarur. Ochiq haqiqatlar navoda avomning saviyasidagi bir talay kishilarning zihniyatiga udul kelmagan, hatto ularning ranjishini keltirib chiqargan taqdirdami, dadil bo'lish vojiblik darajasida muhimdir. Navbatda biz shundoq bir vaziyatda turmoqdamizki, eng aqalli bo'lgan bir haqiqatni yo'shirishmi cho'ng xiyonat hisoblanadi. Chunki sabab baholisi nima bo'lishidan qat'iy nazar, bir millatda shu millatning avom xalqining qanoatlari hokim o'ringa o'tib qoladigan darajaga tushib qolgan bo'lsa, bundaq millat baxt saodatga yetolmaydi. Avom xalqning tegi bo'sh zihniyatiga hurmat ko'rsatib, itoat bildirib ketaverishi, millatning do'milab tushishini birdammi bo'lsa tiziltib berishdan, baldurroq yiqitib berishdan boshqa natija hosil qilolmaydi. Bilib turib o'zini falokat azgiliga ittarganni sarangliqdan boshqa ism bilan atag'ili bo'lsinmi? Qusurlarimizni, falokatga uchrashimizning sabablarini eng cho'nqur, eng yoshirin nuqtalariga qadar echib tashlash, kamchiliklarimizni to'liqlab o'ngshash, oqshashlar vojiblik darajasida muhimdir. Xatoliklarimizni bo'ynimizga elishni bilmay turib,
munqarzlikka duchor qiladigan barcha sabab omillarni qat'iylikka tayangan iymonimiz orqali yo'qotishga tirishmay turib, qurtulush yo'lida qilgan har qanday bir tashabbusimiz zoya ketadi. Birər paydamı elib kelolmaydi. Shuning uchun ochiq haqiqatlarni ikkilanmasdan so'zlash, xato tushunchalarimizni tegi-tektidan tuzab, o'ngshash va haqiqat nurining tarqilishiga to'salg'i bo'lgan barliq to'saqlarni elib tashlash haqiqatanmi bek suyururdur. Manba Ərik gazeti 193 son. 1948 yili 1-sentabr. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayırğınlar üçün köpdən köp rəhmət. Kelər qıtımqı proqramımızda görüşkücə Allah'a amanət bolğaysızlar.